Barchaga assalomu alaykum. Bugun mana bu video mana shu ko'rib turgan vannaxonamiz 260 ga 160. Shu vannaxonani poliga birgalikda qanday qilib o'z qo'limiz bilan kafel terishni sizlarga ko'rsataman. Xo'p, buning uchun bizlarga kerak bo'ladigan narsalar. Sizlarga kerak bo'ladi kafelning razmeri 40 ga 40 santimetrlik kley kerak bo'ladi. Gruntovka, kley tayyorlash uchun idishimiz, satil, kimda qanaqa shevada qanday aytiladi, bizda satil deyiladi. Instrumentlar, shpatel, urven, lazer. Agar lazer bo'lmasa, urvenni o'zida ham tersa bo'ladi. Lazer bo'lsa, yana ham yaxshiroq. Krestlar va hokazo. Birinchi o'rinda polimizni yaxshilab tozalab olamiz. Keyin gruntovka surtamiz. Kafel tanlashda xonani kvadratini hisobga olib, polni kvadratdan 2-3 kvadrat ziyodroq kafel olish kerak, ortiqroq. Sababi xonada burchaklari bor. Xonani eniga hozir 40 lik kafel olgan bo'lsak, bu yoqqa borib yetmay qolishi bor, kusogishi bor 20 sm yoki 30-40. Shunga qarab 2-3 kvadrat ehtimoli bilan ziyodroq olish kerak. Bu hamma joyda bor. Demak, kafel kleyni yaxshisini olish kerak. Gruntovkani farqi yo'q. Gruntovka keyin holatga qarab, yeni holatiga qarab 2-3 marta surtilishi kerak. Yer toza quruq bo'ladigan bo'lsa, 2-3 marta. Aks holda yaxshi yopishmaydi. Mana polga gruntovka surtib bo'ldim. Endi bu polga qiladigan ishimiz kafeldan oldin to'pli pol o'rnatish kerak. Biralik. Kvadratlik. Bu nimaga 2 kvadrat? Xonaning kvadratidan kam. Sababi xonaga kirganimizda bu tomonda vanna qo'yiladi. Bu tomonda rakvina va unitas. Bu tarafda shkaf. To'pli pol biz uchun asosan mana bu yerga oyoq qo'yiladigan joyga kerak. 2 kvadrat yetadi. Va bu to'pli pol uchun mana bu kafeldan oldin bu yerda ligrovkasi o'rnatiladi. Gofra tashlab ketilgan datchik uchun va kabel uchun. Shuni o'rnatamiz. Mana do'stlar, bu to'pli polni yozib oldik. Bu juda qiyin ish emas. Osongina mana o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Faqatgina kabel uchun va ligrovka uchun mana bu yerda rozetkaga gofra tashlab ketish esdan chiqmasin. Yoki birinchi pol qiladiganlar buni tortib qo'yib, keyin devor tersa ham bo'ladi. Xo'sh, mana tayyor. Endi ozgina kley tayyorlab olamiz. Mana kleyimiz tayyor. Endi bu kleyni bir 2-3 daqiqa qoldiramizda. Ungacha esa sizlarga plitkani to'g'ri o'lchab, to'g'ri qo'yishni o'rgataman. Ya'ni bu nima degani? Xonani hozir eshikdan kiraverishda ko'zga ko'rinadigan joylari bor. Ya'ni eshikdan kirish narigi chekada vanna bo'lgandan keyin ko'rinmaydi, narigi tomonda unitas rakvinalar orqasi ko'rinmaydi. Asosan bu yer ko'zga ko'rinadigan joy, shuning uchun bu yerga iloji boricha butun kafel qo'yib ketsa chiroyli ko'rinadi. Endi menga farqi yo'q deydiganlar bo'lsa, bemalol bosib o'rsanglar bo'ladi, xohlagan usulda. Lekin biz hozir mana bu yerdan kirishlarini hisobga olgan holda
yana bir narsani eslatib o'taman. Kafelni ostida, har bitta kafelning ostida yozuvi va strelkasi bo'ladi. Hozir bunda yo'q ekan, katta kafellarda mana shu qayerdadir mana bu yerda bitta tomonda strelkasi bo'ladi. O'shani hammasini bir xil qilib bir tomonga qarab ketish kerak. Ayniqsa mana kichkina kafellarda o'sha narsa juda katta rol o'ynaydi. Sababi 1 millimetrgacha raznisasi bo'ladi chekkasida bitta kafellarda. Shuni bir tomonga qarab ketmasangiz, keyinchalik uni oralig'i, chiziqlari katta bo'lib ketishi mumkin. Demak, bunda hozir strelka yo'q, lekin mana bu burchagida va mana bu burchagida yozuv bor. Bu yerda katta Made in India degan yozuv bor, bu yerda nomer bor. Men hozir mana shu nomer tarafini mana strelkasi bor ekan o'rtada. Bu juda yaxshi. Mana shu strelkasini men hammasini mana bu kirish tomoniga qaratib ketaman. Men hozir boshlayman bu yerdan. Qarang. Mana eshikning tagi qoldirilgan. Ichkariga kafil kiradi mana. Ko'rdingizmi? Bu yerga va bu yerga yopishadi. Точно, chiroylikgina bu. Butun mana bu yerga ozgina kesiladi. Bu yerga kesilsa, misol uchun sal bunday ketish mumkin. Bu yerda diagonal yo'q 90 gradus. Shuning uchun mana bu yerdan kesib bunga yopishtiramiz. Mana shu yerdan bitta selli ketadi, qolgani butun keladi-da. Oxirida 20 sm edi, 18-20. Bittani kessangiz ikkitaga tushaveradi, ya'ni ortiqcha hisob qolmaydi. Shu tomonlarni hisobga olib o'rnatish kerak albatta. Demak, klayimiz tayyor bo'lib qolgan bo'lsa, olib kelamiz. Klay 2-3 daqiqa turgandan keyin yana bir marta aralashtiramiz. Pol uchun klay tayyorlashda klayimiz iloji boricha suyuqroq bo'lgan yaxshi. Tez qurib qolmaydi va yaxshi yopishadi. Bizni balandlik urvenimiz mana bu eshikning osti bilan bo'ladi. Hozir shu yerga lazerni to'g'rilaymiz. Lazer bo'lsa, lazer yoqib olganingiz oson. Lazer bo'lmasa, birinchi kafel shuni tagiga qadab urven bilan qo'yib ketishlikning iloji bor. Mana lazer urvenni mana shu eshikning tagiga bo'ylab yoqib qo'ydi. Endi shu yo'nalishda davom etamiz. Bir narsani yoddan chiqarmang. Polga kafelni birdaniga rastvorni, ya'ni klayni birdaniga tashlab yopishtirish yaxshi emas. Oldini yaxshilab qo'yamiz. Bosgan holda klayni o'zini surtib olamiz. Har bitta kafel ostiga shunaqa klayni o'zini surtib olsangiz, polga yopish ehtimoli kuchliroq bo'ladi. Agarda shuni rastvor klayni o'zini tashlab, o'zini shuni yoqib kafelni bosadigan bo'lsangiz, yaxshi yopishmaydi. Shunga e'tibor berish kerak. Loyni tashlab olib, mana bunaqa taroqli shpatel bilan yozib chiqamiz. Agar taroq shpatel bo'lmasa, mana shuni o'zi bilan shunday yoqib, mana keraklicha lazerni bilanligida qoldirib, buni o'rtasini o'saydi. Plitkani bosganda mana bu do'mpaklar yozilib, tagiga plot qoplanadi. Keyin qo'shtirilganimiz narigi tomonda yana bir narsani ishdan chiqarmaslik kerak. Kafelni tagiga albatta mana shu klaydan yoqish kerak. Yo'qsa yaxshi yopishmaydi.
Ana bo'ldi. Osongina. Katta gaz formani olib bu yerdan keyingisi mana bu burchakdan ozgina qirqilib qo'yiladi. Loy yoqishdan oldin keyingisini qirqib tayyorlab kelamiz. Mana tayyor kesib keldim. Agar mana buni yopishirish bo'lsa juda qulay bo'ladi. Hali kichkina kafillarga bu unchalik kerak emas. Keyin mana bu o'rtasiga qo'yiladigan krestnikning hozir bu 1 millimetrligi. Mana bu. Iloji boricha kichkina kafilga qalinrog'ini olish kerak. 2 millimetr undan qalinrog'ini. Kichkina kafilning boya aytganimdek chekkalarida millimetrgacha agar farqi bo'lsa, orasini katta tashlab ketsangiz, o'shani yo'qib yuborish uchun osonroq bo'ladi. Bunda qiyin. Ertak o'ynasa ham bilinib qoladi ozgina. Demak, bu 1 millimetrlik katta bir 20 lik kafillarga normal bo'ladi. Hatto hozir bizda uydagasi boshqasini olib bermadi, shuning uchun. Mana hozir bunga tarov ishlatmasdan ikkita shpatli o'zida yoqayapman. Mana bu kafel orqasiga bitta har doim yopilishi kerak. Keyin mana bu chekkalariga kley yopishib qolmaslik kerak tozalashga. Shuni hisobiga ham oraliqi o'ynab ketadi. Xullas mana shunday mana. Shu kechda hozir bu yerga ozgina kesamiz, bu yog'iga va bu yog' butun davom etib ketaveradi. Lazer bo'ylab. Shunaqa. Kley yozamiz, kafelni qo'yamiz. Tamom, osongina ish. Bu yo'q endi bitgandan keyin natijasini ko'rsataman. Qanday qilish kerakligini asosini o'rgatdim. Shu tariqa davom etadi. Kesishga kelsak, bolgarka bilan kesamiz. Albatta bolgarkani o'zini kafel kesadigan diski bor. O'sha bilan hamma biladi. Shunaqa. Mana shunchasini terdim. Mana bu loy yozib bo'lgandan keyin kiraydi. Krestdan bu tomonga 4 ta qotiramiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi işte. Kafelni qo'ygandan keyin bolg'a yordamida yoki bolg'a bo'lmasa qo'l bilan ham urib olib olamizda, mana chekkasini tekkisini bir xil qilib keyin bo'ladi sekin qistirib qo'yamiz. Tamom. Keyin hozir bu tomon terdim, mana ustiga bosish mumkin emas. Bossa cho'kib ketadi, o'ynab ketadi, kreyani qotmagan. Hozir bu yog'ini bunda, keyin bunda tugataman, bitiraman. Bu tomon qoladi. Bu yoqqa hozir kirish mumkin emas, bu yog'i bo'sh. Ustiga bossa cho'kib ketadi, o'ynab ketadi, bosish mumkin emas. Shuning uchun bu yog'i
keyinroqqa qoladi. Qachon bu kley qotib ustida bemalol yuradigan bo'ladi. Keyin ustidan yurib bu tomonini terib tashlayman. Shunaqa. Hozir bu yog'ini davom ettiramiz. Ha, keyin yana bir gap. Mana bu rasvor tayyorlagan, kley tayyorlagan satrimizni to'plik bo'lib spiralni ustiga qo'ymaslik kerak. Iloji boricha spiralni ehtiyot qilinglar. Agar biron joydan uziladigan bo'lsa, keyin ancha qiyin. Olishga qaytadan rasvor bo'lishamiz. Shuning uchun ham spiralni ehtiyot qilish kerak. Tushunarlimi? Buni ustiga qo'shsa tozalash mumkin, lekin satrni bu yerga qo'ysam, mana bu uzilsa, buni tozalab bo'lmaydi, keyin asosiy xavfli qiladi. Keyin yana bitta ekan. Mana kafe ostiga loy qo'yayotganda kley. Mana bu burchaklariga iloji boricha to'ldirib qo'yish kerak. Sababi stol qo'yilganda, endi bu vannaxona bu yerga stol qo'yilgan, asosan kuxniyaga, zalga qo'yilganda mana shu burchaklariga rastvorni to'ldirib qo'yish kerak. Eng xavfli joyi shu. Stol qo'yganda oyoq tushganda agar tagi bo'sh qoladigan bo'lsa, ustiga kimdir o'tirsa, mana bu burchak tirslanadi. U yomon. Shuning uchun tagiga loyni, kleyni to'ldirish kerak. Iloji boricha hamma joyiga tegadigan bo'lsa, bu otlично. Zo'r bo'ladi. Bolg'asiz qo'l bilan, musht bilan. Agarda birdaniga hammasini bitirishni olib ketish iloji bo'lmasa, ko'p joylarda shunaqa. Mana bu chekkadagi kusok tomon qoldiriladi, asosan butun joyini bu yoqqa terasi. Keyin qotgandan keyin ertaga bemalol ustiga chiqib kusokni qo'yish mumkin. Osonroq bo'ladi.